Hozirgi do'konni to'g'risida mana yana bitta do'kon bu ayollar kiyimlar bular ham. Xo'p, bularimiz qanchadan endi? Hammasi 40 ming so'mdan. Materiali-chi? Materiallari shtampil. Hammasi bir xil narxlar. 40 ming so'mdan mana. Tepa past. 40 ming so'mdan mana tanlab olasizlar. Pachkaga aytilayotgan narxlar. 40 ming so'mdan shtampillar. Qaysilar? Bular 70 ming so'mdan aka. 70 ming so'mdan bular. Bular ham xibmi? Xabar. Bu uzun ko'ylaklar 70 ming so'mdan. Razmerlar qanaqa bular? Razmerlar L'dan 3XLgacha. L'dan 3X. Necha telefon nomerlari? 91lik 286 286 02 18 mana. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar mana. Mana yana bu qatorda kiyimlarimiz bor ekan mana. Bu tepa past bular ham pachka ko'ringlar. Xo'p, bular qanchadan bular? Mashinlarimiz 38 ming. 38 ming so'mdan mana. Razmerlar qanaqa? Standart. Standart razmer. 38 ming so'mdan mana pachkaga tepa past. Oldi to'rliklar 35 ming. Ha, bular 35 ming so'm. Oldi to'rligi? Oldi to'rlik. Oldi to'rligi 35 ming so'm. Arzon ekanda bular. 50 dan 56 gacha razmer mana. Rasvetkasi bormi? Bular ham mana shunaqa 38 ming bular ham. Bular ham 38 ming so'mmi? Hozir savdo bo'lyapti, shuncha ozgina javob berishadi. Bular ham 38 ming so'mdan, ha? Bular 46 ming so'mdan. XB materiali. 46 ming so'mdan. 50 dan 56 gacha razmer bo'ladi bular ham mana. Ko'rishlaring mumkin mana. Bularchi to'g'ri deylar. Bular 55 ming so'mdan. Atlaslarimiz 35 ming. Bular 35 ming so'mdan Lion materiali mana. 35 ming so'mdan tanlab olasiz. Qo'qon Boboshbek kiyim bozorida ham arzon. Kelib bemalol olishlaring mumkin mana. Qaranglar qanday chiroyli kiyimlar. Ha, telefon nomeringizni aytib oling. 91lik 057 26 21 mana shu nomerga aloqaga chiqib, gaplashib, kelishib, haqiqatan rostmi shu narx deb kelaverasizlar. Ha, bunisi keyingi magazin mana. Sizlarga bir boshdan ko'rsatib o'ramiz. Bunimiz qanaqa aka? Buni shtampil aka. Shtampil. Razmer standart 52 ga tushadi, 35 qo'yadi. 35 ming so'mdan mana. Razmeri standart. Bularimiz-chi? Bular slim material aka. Bular slim. Aha. 40 ming beryapti. 40 ming so'mdan. Ha, razmerlari standart, tepa past mana. Bular ham mana shunaqa narxmi? Bular shunaqa narx. Ha, narxlari bir xil. 35 ming 40 ming so'mdan mana. Xabarlarimiz bor, qo'ying lozim bo'ladi. Hozir ko'rsatamiz. Bular qancha? Bular 55 ming beryapti. Bular ham standart. Katta ko'ylaklarimizni 45 ming beryapti. bular 45 ming so'mdan mana. 58 ga 60 ga tushaveradi. Bular ham tepa pastmi? Yo'q, bular katta ko'ylaklar. Ha, katta ko'ylak ekan. Ha. Hozirgilar. 45 ming. Xo'p. Bularimiz-chi bu tarafdagilar? Bu taraflarimiz 40 ming beryapti. 40 ming so'mdan aka. Materiallari shtampil. 52 ga tushadi. Aha. Razmerlari 52 gacha tushaveradi mana. Ko'ringlar. Optim, arzonligini qaranglar. Va nihoyatda arzon ekan. Qo'qon Boboshbek kiyim bozor. Ancha bo'lgan ekan balki ham kelmaganimizga. Ha, pachkada mana shunaqa holat. Pachkada nechta bo'ladi bular? Pachkada aka biz standart qilib beramiz, muammosi yo'q. Aha. Donaga ham bormi? Donaga ham qilib beramiz. Donaga ham bor ekan. Bemalol kelib donaga ham xarid qilib olaverasiz. Uzoqqa chiqarib bera olmaymiz, shu Qo'qonda 3 ko'chada bo'ladi. Necha telefon nomeringiz aka? 90 90lik. 934 Ha. 43 Ha, mana shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Xo'p, bularimiz qanchadan? bularimiz 45 ming so'mdan. 4 xil rasvetkasi bor. 4 xil rasvetki. Ozgina banadalar gapiraverasiz. Mikrofonimiz yo'q. 45 ming so'm. Katta ko'ylaklarimiz ham 50 ming so'mdan. Ular xabalar. Ha, bular xabi ekan material. Katta ko'ylaklar mana. Razmerlar qanaqa bo'ladi? 58 56 bo'ladi. 58 56 mana. 50 ming so'm.
50 ming so'mdan mana Optimga, pachkaga. Keyin to'rida ishdan pullarimiz 40 ming so'mdan. Bular 40 ming so'mmi? 40 ming so'm. Yoningizdagi, chap tomoningizdagilar 35 ming so'm. Ha, bu ko'rib turganlaring 35 ming so'mdan ekan mana. Tepa past, shtambil mana. Donaga ham bormi sizda ham? Ha, donaga. Donaga ham bor, pachkaga ham bor. Qo'qon Boboshbek kiyim bozori ancha yangiliklar ko'payib ketdi mana. Bir ko'rsataylik-da anaqa mana. Tepa past. Tanlab olaverasizlar mana. Kelib. Yana kelishadigan narxlar. Ha, arzonlatib berasiz biz obunachilarga. Arzonlatib beramiz. Telefon nomeringiz necha aka? 94lik. Ha, 3-8 ha. 40-41. Mana shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Ha, bularni ham ko'rsataylik. Bular qancha? Bularimiz 50 ming so'm, qolgan hammasi 40 ming so'mdan. Aha. Mana shu ko'rib turgan hammasi 40 ming so'mmi? Aha, Bitta mana shu 50 ming. Ko'rishgaligimiz 50 ming so'm. Ha, mana shu 50 ming so'm ekan. Ha. Tepa past ekan bu ham. Dedi qisman bular. Chiroyli ekan shu. Ko'ringlar. Bemalol kelaverasizlar mana. Bularni ham bir ko'ringlar, 45 ming so'mdan pachkaga mana. Hammasi 45 ming so'm. Tepa past mana. Razmerlar qanaqa bular? 48 dan 54 gacha mana. 48 dan 54 gacha. Materiali-chi? Hb bambuk ekan. Bu tarafda ham ko'rsataman. Bular ham mana shunaqa bir xil ekan narxlari mana. Bularni tanlab olasizlar mana pachkaga. Donaga yo'q-a? Donaga ham bormi? Donaga qancha? Donaga 50 ming so'm. 5-10 ming farq qilarkan olasizda. 5-10 ming farq qilarkan, lekin tanlab olasizlar mana. Manzilda aytib o'tayman. To'g'ri kesalarmi bu yerda? Mana shu yerda turibdi, mana shu yerda do'koni bor ekan, bopani. Pachkada mana shunaqa holatda. Telefon nomeringiz nechi? 90lik 292 nechi? 6004 ekan mana. Xo'p, bular qanchadan endi? Nima dedingiz? Do'yin shtampi. Do'yin shtampi ekan mana. 48 dan 58 gacha reys. Aha. Tepa pastmi? Yo'q, Ha, tepani o'zimi? tepani o'zi. Tepani o'zi ekan mana. Masalan, qilib. Aha, bularchi to'g'ri deylar. Bular qo'yla ishtonlar. Bular ko'ylak ishtonlar. Bular qanchadan? Qo'yla ishtonlar 50 ming so'm. 50 ming so'mdan. Faqat pachka aytgansiz. 56 gacha. Aha. Bular xibilar. Bular xabalar ekan mana. Bular qancha puli? 110 ming. 110 ming 50 dan so'm. 60 gacha reys. 50 dan 60 gacha rasmi. Kattaroq ayollarga ekanda. Kattaroq ayollarga mana. Mana ular. Masallar chiqardi. Aha. 75 ming. 75 ming so'm. Ko'ringlar-chi. 48 dan 58 gacha. Aha. Shtampil, oddiy shtampil, gatov qilib tikilgan. Donaga ham bormi sizda? Ha, bera 10 ming qo'yib beraveramiz. Ha, bo'ldi. Bemalol kelaverasizlar. Donaga ham bor ekan. Mana bu tarafdan kelaverasizlar. Hozirga aytdim, shu qatordamiz. Mana rasvetkalari mana pachkada mana shunaqa holatda ular. Telefon nomeringiz necha aka? 91lik 684 684 34 32 shu akamiz telefon nomerlari mana. Bemalol kelib xarid qilaverasizlar mana. Tun aqabaqa bor. Aha. Xolos.